Bugun aqlli svetoforlar haqida gaplashamiz. Aqlli svetoforlar bu oddiy svetofordan farqli ravishda transport va piyodalar oqimini real vaqtda tahlil qilib, avtomatik boshqariladigan zamonaviy tizim. Aqlli svetoforlar kameralar, sensorlar maxsus dasturiy ta'minot orqali yo'ldagi harakatni kuzatadi va shu asosda yashil, qizil signal vaqtlarini sun'iy intellektning o'zi moslashtiradi. Asosiy afzalliklari: tirbandlikni kamaytiradi, ko'p transport bo'lgan yo'nalishga ko'proq vaqt beradi. Vaqtni tejaydi, bekorga kutish kamayadi. Piyodalar xavfsizligini oshiradi. Jamoat transportiga ustuvorlik beradi. Avtobus kelganda yashil chiroqni uzaytiradi. Masofadan boshqariladi. Yagona markazdan nazorat qilinadi. Aqlli svetoforlar dunyodagi yirik shaharlarda keng joriy etilgan. Jumladan Singapur, London, Seul kabi megapolislarda bu tizim harakatni samarali boshqarishga yordam bermoqda. Hozirgi kunda Toshkent shahrida ham yo'l harakatini tashkil etish markazi tomonidan oddiy svetoforlar aqllisiga almashtirilmoqda. Ushbu yondashuv natijasida transport harakati tezlashadi, tirbandliklar kamayadi, avariyalar xavfi pasayadi. Aqlli svetofor bu shunchaki chiroq emas, balki shahar harakatini o'ylab boshqaradigan intellektual tizim.